Fizika ilmi bo'lsa, eng dastlabki fanlarning biri. Bu bir necha olim fizika ilmining eng yuqori pallasiga vakillik qiladi. Ham ularning yashagan vaqti bizdan xeyli yiroqda. Ximiya 2-o'rinda turdi. Biologiya ilmi bo'lsa, sal keyinroq deb qaraldi. Biologiya ilmining vakillik olimlarining yashagan vaqti biz bilan bir qadar yaqin. Bo'libmi, to'liq o'rta va oliy maktabning biologiya kitoblarida tilga ilingan oliy darajalik biologiya olimlarining mutlaq ko'pinchisi texi hayot. Hatto ko'pincha bir qism olimlarning texi Nobel mukofoti olgani yo'q. Shunga shundoq deyishga bo'ladiki, ilmiy tadqiqotga ta'sir ko'rsatadigan halqiliq omil dal vaqt. Lekin buning keynida teximi mohiyatli bir omil bor. Bu bo'lsa o'lchash vositasi. Galiley bilan Newtonning tirishchanligi orqasida fizika ilmi nihoyat burunlar har xil fizikalik hukmlarga ta'bir berilgan. Hamda bir yurish pishqan o'lchash vositalari bilan fizikani eng baldur ilmiylashgan fanga aylantirgan. Ximiya bo'lsa, Lavarik qatorliq olimlarning tirishchanlik ko'rsatishi bilan pishib yetilgan. Bilishimiz kerakki, olimlar amaliyotda hodisalarni to'liq kuzatoladigan bo'lg'achqa nurg'un nazariyalarni o'ttirib qo'ygan. Newton davrida fizika nazariyasini nisbatan oson o'ttirib qo'yilgan bo'ladigan davr deyishga bo'ladi. Chunki ayni chog'dagi kuzatish asosan ko'z va tuvan aslilik mikroskopda to'xtab qolgan bo'lib, faqat siz qo'l silib yetarlik tirishsangizlar, o'zingizning uyda turibmi tajriba ilib bora olasiz. Newton chuma kasal tarqalgandan keyin yeza oilalarni ayirib etish tufayli uyga bir mezgil solinib chiqqandan keyin nurg'un nazariyalarni o'ttirib qo'ygan. Shundaqla olamlik tortish kuchiga nisbatan dastlabki o'ylarga ega bo'lgan. Ochiqini aytganda, ayni chog'dagi kuzatish texnikasining talabi nisbatan tuvan edi. Lekin biz fan texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, yolg'iz bir odamning ilmiy nazariyaning o'z solg'uvchisi bo'lishi bir qadar mumkin bo'lmaydiganligini bayqaymiz. 20-asrda nisbiylik nazariyasi va kvant mexanikasining borliqqa kelishiga sabab olimlarning favqulodda yuqori aqliy iqtidoridan bo'lib qolmay, balki yana kuzatish texnikasining uchqandek taraqqiy qilishidanmi ayirib qarg'ili bo'lmaydi. Oldi bilan olimlar kichik o'lcham jihatda mikro dunyodagi fizika hodisalarini eng qo'pol holat bilan bayqay olgan. Halbuki fizika nazariyasi bu hodisalarni yanada nazariya orqali tasvirlaydi. O'ylab boqaylik. Agar biz mikro dunyoni kuzatadigan kuzatish vositalarini taraqqiy qildirmasak, kvant mexanikasi qandoq borliq keldi? O'xshash nisbiylik nazariyasimi shundoq. Newton mexanikasi bilan Maxwell tanlamasi bir-biriga zid bo'lg'achqa, kishilar tez surat bilan bu hodisalarni tutishga boshlagan. Keyin bu nisbiylik nazariyasining maydonga kelish mumkinchiligiga aylangan. Agar Eydinton qatorliq olimlar kuzatish orqali dalillamagan bo'lsa, Einsteinning bundoq o'rin bekitishi mumkin emas edi. Bu ziddiyatlarni kuzatish olimlari bo'lmagan bo'lsa, Newton mexanikasi yanada mukammal deb qaralgan bo'ladi. Yangi nazariyaning borliqqa kelishi kuzatish texnikasining yuqori ko'tarilishini talab qiladi. Bugungi kunda bizda cho'ng o'lcham, kichik o'lcham deganlarning hammasida o'z oldiga nazariyalar bor. Amaliyotda bularning oldiga o'tib keta oladigan darajadan tashqari nazariyalarmi nurg'un. Bu dal shularning ichidagi biri. Lekin biz uni faqat qiyos deb bilamiz. Chunki biz uning to'g'ri yoki xatoligini dalillashga amalsiz. Kuchli kuzatish texnikasi orqali darajadan tashqari kuchli nazariya tasviri ko'rsatiladigan fizika hodisi yo'q desak bo'ladi. Shuni bilish kerakki, cho'ng olimlar haqiqiy ko'ngil bilgan masalalarning ko'pinchisini 5 yil atrofida hal qilgan. Lekin hozirgi zamon fan tadqiqot xizmatiga nisbatan aytganda 5 yil nihoyat uzun hisoblanishi mumkin. Hatto 5 yil ichida natija chiqmasa, davomlashtira olmasligimiz mumkin. Hozirgi zamon kuzatish texnikasimi bizning tegishli ilmiy nazariyani dalillashimizga yordam bera oladi. Kuzatish orqali texnik kichik o'lchamni bekitishga texnik amalsiz. 21-asrdan 20 yil o'tgan bo'lsa-mu, Einstein qatorliq olimlar bilan bahslasha oladigan fizika olimlari texnik chiqmadi. Mohiyatda insonlarning aqliy iqtidori emas, balki kuzatish texnikalari insonlarni cheklab qo'ydi deyishga bo'ladi.